Bo'ldi. Xo'sh, endi cho'g'a. Endi mushuk nima qiladi? Mushuk. Endi kepta nima qiladi? Xo'sh, endi cho'g'a. Endi va xo'rozniki mekannikiga xo'roz nima qiladi? Ha. Qanday oldu? Alnılıqdan çıxdı yarım, haqqına ton ne giyib, bilinə zeytun yağlı talçılıqdək tolğunub. Talçılık baran bulandı, tal biliştin köp yıraq. Köngülümüz sizge düşüptü, öyümüz andın yıraq. Öy yıraqı bolsun, köngül yıraqı bolmusun. Vədisinde turmağanlar meşrek ehli bolmusun. Bitimni tutib oldim zeytun tavağa. Tenkeş qilib kelib berey narmınamağa. Yayrı pat gelsigen dolan diyarga. Yarım bilen birle tutsek meşrep samağa. Şöhretimiz dam ketsin çeksiz dalağa. Assalomu alaykum yigitbashi. Va alaykum assalom. Bugungi kutilish mashrifimiz nihoyat yaxshi bo'ladi. Bizning mahaldan amroq ayol Yunus bilan Zeynepmi mashrifimiz keldi. Ularni bir maydon naqsh etib, usul o'ynab berishga taklif qilsak deyman. Ay, o'roqliq taklifkan. Qana undaq bo'lsa ular so'rini tushsin. Gelişken, bu dünyada vardı, siz yarimdek gelişken. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Almazsan deryaga, Leyli verip çekmeydi. Almazsan deryaga, Leyli verip çekmeydi. Seyyarımın kutları, lavındaydı öçmeydi. Seyyarımın kutları, lavındaydı öçmeydi. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Sepullik şpura, gül beğimden havası. Sepullik şpura, gül beğimden havası. Şu begimda tepiler, yüreğimin davası. Şu begimda tepiler, yüreğimin davası. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Voy, yarimni ko'rgan baba. Aynen. Oo şey, bak git bak. Yardımını işelde, sizdek şamarda müşerde. Yardımını Hürmetli yigitmişi. Xo'sh. Sırıtta Arlan Qalık Mahmutkan meşrep oğlunu elip keptiken. Kirsimi ki? Kirson. Qani Mahmutka, meşribimizge işqallah. Assalomu alaykum mashrif ahli. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum yigitbashi. Va alaykum assalom. Hurmatli yigitbashi. Qovul palvonning botirligi butun do'lon ziminda pur ketdi. Uning sha'ni sho'rkdi.
Dolan jigitiga xos jasur botirligi so'zlanmoqda. Menmo ta'sirlanib bu o'g'limni Qovul palvonning o'zi o'chiligiga biray deb ilib keldim. İcazet bo'lamiki? Ovuç Qovul palvon. Xo'sh. Mahmud Kammo o'z vaqtida yurtning dangdar palvonlaridan edi. Endilikda yashinib qoldi. O'z o'g'lini o'zga o'xshash palvon qilib yetishtirish arzusi bor ekan. Qani qabul qilamsan? Qani? O'zingmi noch yigitdek qilasan. O'g'chilik bunda qasan ish emas. Albatta. Ko'ngil qo'ygan odamga tasmi kelmaydi. O'g'chilikqa pam farosat, iroda bo'lishi, belni ching bog'lishi, qo'rqmas, yurakli bo'lish kerak. Qani, sening qanchalik karomating bor? Bizning mush o'g'ch palvonlarimiz bilan chilisha olamsan? Chilishiman. Undaq bo'lsa, bizning Emit palvon bilan bir chilish baqa. Qani, Emit palvon. Ha. Ha. Amsa ha. Ha. Ha, gaqa. Tamam. Ha, kötülük. Ha. Emit! Yaxshi. Nayt obdan chalishtinglar. Shundami yigitlar? Unda biz bu Batur o'g'ilni ovchilar sepiga qabul qildik. Mashrab so'rniga marhamat. Teşekkür. Oy Mahmud palvon. O'g'lingni yaxshi tarbiyalatsan. O'zingdek palvon bo'lg'ay. Qani, so'ringa marhamat. Musho mamkamning bir karomatini ko'rib baqsaq bo'pti-ki. Karomatni ko'rsak. Hurmatli yigitpeshi. Xo'sh. Meshripimiz nayt obdan qizibatidi. Mush o'ch palvonlarimiz Mahmud kan bilan mush beygi maydonida bir baslashib, kuch sunishib baqsaq deb talab qilyapti. Ularga ruxsat beraylikmi? Ruxsat. Ularning kuchsinishini ko'rib baqayli. Qani, bizning Mahmud kan bilan Ömer aka maydonga marhamat. Diqqat ha. Amsa Mahmudka. Ömer aka yig'ilib qolsang bo'lmaydi, ovchilning o'zini Ömer to'kmasa. ka, sen atalgan dağlık adam ha. Ha. Başlandı. Ha. Tata Mahmudka. Ömer aka Tata Mahmudka. Atla kelmez. Tata Mahmudka. Bular. Ha Mahmudka. Adam tata. Ha Mahmudka. Bular. Ha. Tata. Yaxshi. Otursan dema. Ha Mahmudka. Teşekkür. Yaxshi Bular. Mahmudka. Ha. Bu adam. Ha Mahmudka. Tata. Tata. Palvan da palvan. Yigit bir şey. Bu kıtımı belki de Mahmudka tutup çıktı. Barakallah. Mahmud kan bugun yana dang bo'ldi. Mahmud kan yosh chig'idan boshlab mashrablarda ov ham chalishlarda dang olib kelgan. Bugun yana dang bo'ldi. Dolanliqlarning odatimiz bo'yicha chelish, ov so'rinlarda dang bo'lganlarga shoy tovardan balvoq bag'lindi. Hey pasha, Hoş bir gün. darhol shoy tovar balvoq keltirsin. Kını belvan ekileyle. Yigit bir şey. Mübarek olsun. Mübarek olsun. Teşekkür Mahmudka, teşekkür. Hoş. Chelishni botirlik ko'rsatib, dang bo'lgan Mahmud kamni yurt ahliga namoyon qilinglar. Hey, Nazıl Doğu, Fazıl Doğu, Kirala. Mahmudka'mı götürünüz. Ha?
dolan usulü, qadimqi dolan Uyg'urlarining ovchilik turmushining mahsuli bo'lib, har bir usulda qadimqi dolan Uyg'urlarining yovvoyi hayvonlar bilan elishayotgan mardona qiyofati aks etib turibdi.